35 yoshdan keyin homiladorlik. Ilgari bunday homilador ayolga tugruqxonada biroz ranjituvchi, keksayib tugayotgan tashxisini qo'yishardi va ehtimol hatto kesarcha operatsiyaga yuborishardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Hozir ayollar homiladorlikni kechiktirishadi, oddiygina o'zlari uchun yashash, sayohat qilish yoki martabada qandaydir yutuqlarga erishish uchun. Va 35 yoshga kelib ular allaqachon dunyoni ko'rgan bo'lishadi. Homiladorlik va tugruqqa sifatli tayyorgarlik ko'rish uchun moliyaviy imkoniyatlari bor, homiladorlikka, farzand ko'rishga va onalikka ancha ongli yondashadi. Shuning uchun bir tomondan bunday homiladorliklar hatto yoshroq yoshda bo'lgan homiladorliklarga qaraganda sog'lomroq bo'lishi ham mumkin. Boshqa tomondan esa biologik soat ishlashda davom etadi va yosh o'tgani sari tuxum hujayralarining sifati pasayadi. Ayol juda sog'lom turmush tarzini olib borsa ham, unga va uning tuxum hujayralariga tashqi muhitning zararli omillari ta'sir qilishda davom etadi. Shuning uchun, hatto homiladorlikka sifatli tayyorgarlik ko'rilganda ham, 35 yoshdan keyin genetik nuqsonlarni aniqlash uchun invaziv bo'lmagan prenatal topshirish tavsiya etiladi. Lekin bu skrining paytida olinadigan emas, balki alohida kengaytirilgan tahlil. Moskvada majburiy tibbiy sug'urta bo'yicha ko'rsatmalar bo'lsa, bepul qilish mumkin. Shuningdek, 35 yoshdan keyin energiya darajasini kerakli holatda ushlab turish uchun turmush tarzi, ovqatlanish, uyqu va jismoniy faollikka yanada diqqat bilan e'tibor berish kerak.